Hozir biza estetichnik klassika joyga keldik. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerda paltolarini. Bu paltolar hammasi kashmir yoki qo'y junidan qilingan ekan. Thomas Shelby stilda. Thomas Shelbyni ko'rganlar bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Mana bu yerda opamiz o'zi razmer olib, o'zlari nima tikib bersa bo'lar ekan, podzakas. Ko'rib turibsizlar, stillari juda zo'r ekan. Mana bu rang tanlab berishlari ham. Mana bu yerda hamma shu ranglari, keyin nimalarini olib kelib qo'ygan. Bemalol tanlab, shu yerda o'zida zakaz berib ketsa bo'lar ekan. Undan tashqari bizga hozir yoqqan narsasi bizga ko'rsatamiz sizlarga. Odam juda ko'p ko'ryapsizlar. Mana bu paltoga bitta baho beringlar. Narxini qaranglar, va. Bu yerda narxini yozib qo'ygan 39800. Menimcha bu narx emas, lekin gaplashsa bo'lsa kerak. Lekin toza qo'y junidan dotdi. Kurtkalari ham bor ekan, mana bunaqa. Ko'ryapsizlar. Undan tashqari mana hozir yoz bahorga sezonli narsalari. Qizlarga ham zo'r klassika narsalari bor ekan. Bu yerga kelsak, mana bunaqa kombinezonchiklari, kostyumchiklari ko'ryapsizlar. Undan tashqari mana yana bunaqa narsalari bor ekan. Yubkalari bor ekan, mana ko'ryapsizlar. Xullas, bugungi ko'rgazmamiz qizlar, ayollarimiz uchun bag'ishlangan ko'proq. Xullas, ko'ryapsizlar, bu yerda narsasi juda ko'p va undan tashqari podzakas o'zlari qilib beradi. Mana bu kostyum lekin vah. Kamerada bilmadim qanaqa ko'rinyapti, lekin hayotda ham sifati ko'rinib turibdi zo'rligi. Xullas, aloqaga chiqinglar, Xitoy bosyapti lekin.